Hammaga assalomu alaykum. Bugundan biz YouTube kanalimizni boshladik. Kanalimizga nima nom beramiz? Dubai hayotimi nima? Dubai hayoti ili Dubai life. Xullas, Endi har faqat bitta gapirib ketishimiz kerak ekanda, jim ketaverganmizda. har bitta borayotgan joyimizni, har bitta qilayotgan ishlarimizni qo'yib borishga harakat qilamiz. Nima deysizmi? Men nima deyapman? Men faqat naborat zo'r programma odamlarga bizani yo'llagim. Hozir biza uyimizdan через park kesib o'tib, Maryamni parkovkalariga har doim ertalab chiqamiz. Nimaga? Chunki boshimiz shu yerda. Shu yerdan boshlab hammamiz birga ishga ketamiz. Ma'lumot uchun uyimiz mana shu bino. Hamma parkovkaga kelamiz. Maryam uylari. Xullas, anu menda shundoq borimizni ko'rsatamiz-da YouTube'da. Endi yasab olmaymiz, kerak emas bizga. Mana ketomizda. Da. Ana hayot sirasi boshlidan boshlamayapti. Qiyinchiliklarni ham, yaxshi kunlarni ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Biz yozib yurish sal-pal qiyinroq-da. Bitta anu kichkina mikrofon olsa bo'lar ekan-a. Soqsoq qiladi. Ya, anuchi YouTuberlarni mikrofon anaqasi bo'ladi-yu, kamerasi. Ha, banda qilishib turadigan. Ha. Agar obunachilarimizni soni 10 mingtaga yetsa olamiz. Smayla olamiz. Beravera. Ha, doktorlikka ketdi. Daryodan tushib keladilar Maryam opa. Ha. Xullas shunaqa gap. Voy. Voy. Planmabdi-yu. Shunday kecha qaytadi. Oyna ochur. Ya bu Dubaylikka mashina gitishni qilmagan. 2% edi o'zi kecha. Ya foiz ketdi-da. Ishlamagan. Qarang, pul mulla hamma narsalar joyidami, ish qilib. Ha? Ha, joyida. Charchabanglar, biz yana qo'yib boramiz. Hozir mana mashinaga o'tiryapmiz. Maryam opani kutyapmiz. Tushganlaridan keyin ketamiz proyektga. Bugun klientning syomkasi ham bor, Umar boradi. Umar bilan birga boramiz. Ha? Sizning yuzungiz klient syomkasiga boraman. Da. Ana Maryam opa chiqdilar. Endi ketyapmiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Maryam opa, yaxshi dam oldingizmi? Ketdimi? Ketdi. Biz proyektga yetib keldik. Nedvishka bo'yicha. Hozir proyektlarni klientlarga ko'rsatamiz. Biz agar ertalab choy ichmagan bo'lsa, kofe ichmagan bo'lsa, ishxonani o'zida mana shunaqa kofe qilib berishadi. Hop, biz hozir yo'ldamiz. Bizda video juda ham zo'r. Hozir men proyektga ketaman. Abdullohga meni olib tashyaptilar. Недвижимостьga sразу qaytib ketadilar bilan. Maryam opa qoldilar, klientlarga proyektlarni ko'rsatdilar. Vau, Mana bitta ko'rsatmasa bo'lmaydi. Mana zo'r rejalar bor. Tak, bugun endi nima haqida gapirib bersak bo'ladi? Biz nimaga Dubayga yashab ko'ramiz, shu haqida gapirib beramiz ham. Nimaga Dubai tanladi o'zi? O'zi tanlamadi-ya, по сути, no? Hamma narsa qarang, odamlar uchun deb yo'da, mazza qilib
yashasangiz bo'ldi, ishlash kerak faqat. Конечно, kelib turib, mana Сразу olma путешествие pish, qilib og'zimga kelish tush kerak. deb yotsangiz hech kim bu yoqda hech kim emassiz, o'zi вообще-то hech kim emassiz. Lekin bu yoqda qattiq ishlash kerak. Bir kun ishlamasangiz 5 kun Ketdi-da. minus. To'g'ri. Minus sizga ketadi. Dubaydachi anaqa qilmasanglar, nima edi? Bir kun kasal bo'lib qolsanglar ham kasalman deb yotib tursanglar bo'ldi, vaqt o'tib ketadi, xlar выживать qilish qiyin bo'ladi. Bu faqat ishlash kerak. Dubaygacha o'rganish uchun kelish kerak emas. Сразу opit резкий opit yig'ish kerak, ishlash kerak. Pul olmasanglar ham boshida tajriba полный. Ya'ni anaqa nima desa bo'ladi. Dubay juda ham развитие. Sizlarni tortib ketadi-da, buni kelajagi, buni planlari sizlarni ham qo'shib ketadi-da. Agar mana shu yursanglar, o'zingizlar bilmay qolasizlar. Mana men уже 1 yildan ko'p yashayapman. Yoshim 18 yoshda. Shu paytgacha juda ham katta достижениялар qilib kelyapman. Mana 18 yoshimda 20 ming dollardan ko'p pul topdim. Boshida $200, $300 oylik ishlardim. O'sha yilda yana boshida, butun shu 18 yoshligimda shu $20,000 bittada topdim. Даже bir oyda где-то $13,000 ko'p pul topdim-da. O'ylaymanki, bu shaharning baribir vliyaniyasi bor. Atrofimizda bizga kerakli odamlar bor. Hamma anaqa nima desa bo'ladi, budushisini o'ylaydigan odamlar. Dubay xuddi shunaqa shaharda. Eng glavnisi odamlar bu yoqqa dam olishga keladi-yu. Siz ham ishlaysiz, ham dam olasiz. Ko'zingiz dam oladi, ko'rsa. Ishingiz dam olishda o'tib ketadi. Dam olishda o'tib ketadi. To'g'ri. Ham zo'r. Juda ham imkoniyatlar ko'p. Anaqa davlat вообще imkoniyatlari ko'p. Вообще cheksiz desa ham bo'ladi. Kelmoqchi bo'lganligi только gaz. Da. Bosish kerak, просто bosish kerak. Qaytarish yo'q. kerak emas. Bir xil aytadi-yu, borma, yaxshi emas, bu yoq deydi-ku. Nabrot. To'g'ri, ozgina qiynalasiz. Buni qiyinchiligiga tayyor bo'lib kelish kerak. Da. Oddiy odamlar bilan birga o'sish kerak. Da. Bunaqa vidlar har doim. Eng glavnisi ingliz tilini o'rganinglar. Ingliz tilini hozir men soatiga necha dollardan to'lab o'rganyapman. $20 to'lab olasiz. Soatiga $20 to'lab har kuni kunora dars o'tyapman. Ingliz tilini o'rganyapman. Da, men esa ingliz tilini bilib keldim. Menga juda ham yengil bo'ldi bu yerda. Odamlar bilan gaplashishga вообще zo'r tanishib ham ketsanglar bo'ladi. Bilmaysizlar, то что sizlar hozir millioner bilan gaplashyapsizlar. Po sutida, sizlar bilan o'tirib gaplashib o'tiraveradi. Zo'r saviyali gaplar gapirsanglar, budushi to'g'risida o'ylasanglar, planlar qilsanglar, ular ham gaplashib o'tiraveradi. Ular ham oddiy odam. Biz bilmaymiz-da, to что hozir o'tda millionerlarning soni juda ham ko'p-da. Siz fikrlashi bilan bo'lishadi ular. Siz bemalol gaplashib o'tira olasizda. Bu Dubay aytayapman-ku, mana metroning ichida ham hozir millionerlar bor-da, 2-3 ta. Mashina ichida real. Skromni yurib qo'yishadi-da. Bu shahar juda ham panti emas-da. Gap salomlashasiz, даже mashinasiga o'tirib haydab ko'rsangiz ham bo'ladi-da. Bemalol davay bos. Narx-navolar ham meni o'ylashim bo'yicha juda qimmat emas. Endi, конечно, o'zingizga bog'liq-da. Xoling kuniga $10,000 ishlating, xoling kuniga $10 ishlating. $10 bilan ham qorningiz to'yadi, $10,000 bilan ham qorningiz to'yadi. To'g'ri, o'zingizga bog'liq. Rasxodinglarni albatta kontrol qilishingiz kerak. Har kuni marinalarga borib olib, downtownlarga borib olib, sentrlarga borib olib ovqatlanish shart emas. Просто qorin to'ysa bo'ldi hozircha, faqat ish, faqat opit, bo'sh vaqtni polniy ishga bag'ishlash kerak. Dam olishli bo'laveradi, sekin-sekin. Mana biz nima ish qilamiz o'zi vastavnom? Aytib o'tib ketasizmi bular? Biz ham o'ylab qarasa bizning ishimiz ham как ish emas. Yer nima chopishmas edi? Nima edi? Yer chopmasa, og'ir mehnat qilmasa, kuniga odamlar 100 kilo, 200 kilo, 1 tonnalab yuklarni olib tashib, mana shunaqa ishlar qilib topadi. Lekin bizning ishimiz hozir media. Syomka qilasiz, borasiz. Da. Biz Instagramda yuribmiz. Вообще anaqa qilamiz. Bir xil youtuberlarni ko'rdik-ku. Sizga o'xshab bo'lish uchun nima qilish kerak deb, kimligini aytmayapti, nima ishda ishlashini aytmayapti, lekin Amerikalarda yurishdi.
Biza mana chista aytamiz, biza SMM yurg'izamiz. Bu yerda social media marketing deyiladi yoki digital marketing deyiladi. Bizani o'zimizning kompaniyamiz bor, digital marketing. Shu yerda shunaqa ishlar qilamiz. Полный цифровой anaqa agentstvamiz. Hozir mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, guvohsiz, biza klient yoniga ketyapmiz. Bu yoqda ishlash uchun, bu yoqda yashash uchun 4 yil, 5 yil institut o'qish shart emas. Da. Mana buni ishlatsanglar bo'ldi. Mana misol uchun Umar maktabni bitirib keldi. Ammo primerda mana sizlarga 27 yoshman. Maktab, kollej, institut mana bu yil bitiraman. Da. To есть bu yerdacha bu mo'jiza-da, bu boru, bu Dubaycha bilasizlarmi? Hamma davlatlarga o'xshab joy emas-da. Bu yerda hamma необычный narsalar o'zi shu yerda bo'ladi. Mana men 17 yoshimda keldim, maktab o'quvchisi bo'lib keldim bu yerga. 1 yil bo'lyapti o'sha yashayotganimga. Mana Xudoga shukr, institut o'qimadim. 5 yil vaqtimni ketkazmadim. Oyijonlar hali ham institut o'qidinglar. No, уже bizada anaqalar bor, оправданиялар, gaplar, zo'r gaplar. Gaplar emas, даже действиялар ham bor. Hamma narsani anaqasida bor. Glavnisi, eng muhimi inson zoti mana. Mana tiylarni toza qilinglar, bo'ldi. Niyatni to'g'ri qilinglar. Ozgina bo'lsa ham kir bormi, bundan ko'ra olmaslik, yo ozgina Orqaga tortadi. Bo'ldi, orqaga ketasizlar. Ishonaveringlar. Niyatni to'g'ri qilib, faqat oldinga harakat qilib, havas ko'zi bilan qaranglar, bo'ladi qolgani. Men sizga javob beraman. Glavnisi zarracha gryaz aniq bo'lmasa bo'ldi. Bu juda ham hayotiy gaplar, chunki bu bor narsa. Dubayda bo'lasizlarmi, O'zbekistonda bo'lasizlarmi? Bor narsa. Bitta narsani sezdim, kecha ham mana ustozimiz bilan gaplashib ketayotganimizda, men ularga aytayapman, "Meni qattan shuncha ideya, mana shu virus bitta narsamiz ham bor, o'shani ham o'ylab topdim-da, men aytayapman, qattan, men buncha ideya deyapman-da." Aytayaptilar, "Sal atrofingga ahamiyat ber", deyaptilar. "Sen avtobusda yurganingda hozir", deyaptilar, "reklamani shu yoqqa ilish, bunaqa narsalari bo'yicha o'ylarding", deyaptilar. Ya'ni fikrlash urovni boshqacha bo'lardi agar avtobus, metrolarda yursam-da, o'sha O'zbekistonda. Sal o'sha kattaroq stepanga chiqdim. Men даже o'zimda pulim yo'q edi, no shu narsaga harakat qildim. Atrofdagi odamlarim shu daraja bo'ldi, o'zingizni o'ylashingiz ham oshadi. Ya'ni zo'r okrujeniylarga borib turish kerak. Videolarimiz ham bor edi, zo'r kafelarda, restoranlarda o'tirib turinglar, anaqa qilinglar, odamlarni kuzatinglar degan. Bu bor narsa ekan, chunki sizlarning fikrlashingiz juda ham o'zgaradi. Sizlar bilinglarki, to что boshqalar aybdor emas. Sizlar shunaqa o'ylashinglarga yoki sizlarning hayotingizda muammo bo'lishiga sizlar aybdorsizlar. Sizlarning polni o'zingizlarning qo'lingizda. O'shaning uchun ham aytmoqchi bo'lganim, birinchi bo'lib, muhit deylarimda atrof muhitni o'zgartirish kerak. To'g'ri odamlar bilan yurish kerak. Bu deganimiz biz ham boy odamlar emasmiz. Da, по сути. Mana oddiy oiladanman. Mana oddiy oiladanman. To'g'ri, lekin biz bir xillarga o'xshab qiyinchilikda katta bo'lganmiz, arava tortganmiz. Xudoga shukr, alhamdulillah. To'q, qornimiz to'q, ustimiz but qilib tarbiya berishgan-ku. Baribir ham aytmoqchimiz harakat. Hamma narsa o'zingizga. Agar o'zingiz harakat qilsangiz, Xudo sizga beradi. Bizga ham bitta sababchi, avvalambor Xudo, ota-onamiz, 3-o'rinda Maryam opa. Da, ustozimiz. Shunaqa imkoniyatlar berganlariga biz juda ham minnatdormiz. Shu sizlarga ham shu narsani yetkazib berish niyatida biz mana shunaqa vloglar olyapmiz. Ketyapmiz mana proyektga. Sizlar orada like bosib, o'zingizlarning fikringizni yozib qoldirsanglar, bu biz uchun yana ham motivatsiya bo'ladi. Da, olishga. Chunki sizlar uchun harakat qilamiz. Da, biz ham bilsangiz zarracha odam o'zi мненияsi yoki bu videoni nimadir o'zini niyatini yozib qolsa, biz ham juda ham motivatsiya bo'lamiz. Sizlarga yanada ko'proq narsalar qilishni, videolar olishni qilamiz. Chunki bu просто bu bizani bitta kunimizda tasavvur qilinglar, 1 yil yashadimman. Qancha kun aytayotdilar, yana har kunimizni har xil deyaptilar. Sizlar tasavvur qilinglar, qanaqa har xil kontent deganda-da. Har kuni video olib, video chiqarishga harakat qilamiz. Harakat qilamiz, xudo xohlasa. Faqat sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Mana zo'r joylarga keldim mana. Bu Marina deyiladi. Da, buni biz ham shuncha pulimiz yo'q, misol uchun sotib olishga, lekin havas ko'zi bilan qarab, mantimizga niyat qilib qo'yamiz. Bir kun ish yo'lga tortyapti bizani. Da. Zo'r joylardamiz. Bu yog'i JBR. Zo'r joylar. Oldinlari kimdirlar Dubayga borsa, vau.
man ham borarmikinman, shunaqa joylarni ko'rarmikinman deb серьезно aytyapman, man havas qilardim. O'sha paytda men umuman hasad ko'zi bilan qaramayman. Ey Xudo, bizani ham yetqiz shunaqa joylarni ko'ray, hatto ko'ray deganman. Lekin undan ham oshiqaga yetkazdi. Alhamdulillah. Ma'lum biz уже kelib qoldik. Nima gaplar? Mani telefonim zaryadkasi kerak, klientdan videoga olaman. Qolgan jarayonlarni ham olishga harakat qilaman, lekin men videoga ola olmayman. Hozir bu yoqda rulda videoga olish mumkin. Videoga olish mumkin emas. AI lar o'rnatilgan kameraga искусственный intellektlar Даже remen. taqillatib oladi. Mana ham ikkalamiz remen taqib olganmiz. Mana shu uchun narsa bilan men proyektdan chiqdim. Abdulloh akamni chaqirdim. Mani olib ketyaptilar hozir. Ishimni tugatdim. Bugun uzun syomka bo'ldi. Nimaga? Chunki bugun где-то 5 ta kontent oldim сразу. Ideyalar o'zi 3 ta edi. No, klientimizga qadar ketaman deb bugunni o'zida aytganlari uchun сразу ideyalar qilib, shu ikkita ideyani yana shunday qilib 5 ta reels oldik. Endi hozir Wi-Fi joyga borib uni topshiraman montajiga. Va Abdulloh akam hozir daryoda kelyaptilar. Shunaqa zo'r joyda ishlaymiz. Shu montajga topshiraman и все, bundan qutulaman va keyin post qilaman, qo'yaman o'sha. Atak hamma narsa zo'r, sal charchadim, ertalab choy ichmagan edim. Faqat kofe bilan yuribman. Hozir nimadir yeyishimiz kerak. Ko'ramiz hozir olamizmi yo'qmi. Atak Abdulloh akam oymi kelyaptilar. Vale. Sal neto'royu naryoda kelyaptilar. Sizlarga ham ko'rsataman. Ana qaylyaptilar. Tesla imam takirminglar, mana shu mumkin emas joyiga chiqarlar deb borib. Ana mashinam keldi. Bagaj. Bagajni ochildi. Hamma narsani mana shu yoqqa qo'yaman. Bagajimizni sal qo'y. Hozir narod shunday bagajga qo'ydik. Bagajimizni sal bardakroq. No. O'radi, hamma narsam shu yerda ketdi. Men sim mashinaga o'tiraman. Ye. Yo, what's up? Oh, nima bo'pti? Paypga ketasizmi? Zo'r 5 ta reel soldim, 5 ta. Zo'r. Сразу ikkitasini ana qilib kamar. Siz 5 ta video olganingizcha men borib, klientlar bilan ko'rishib, Borib tashladingizmi ularni? ikkinchi proyektga olib borib, ikkinchi proyektni ham ko'rsatib, keyin gostinsalarga olib tashlaymiz. Yo'q, So'ngmi? kameramizdan qo'yib olaylik shunda. O'shasi olamiz. O'zim ham oldin YouTube kanal ochmoqchi edim, qanaqa qilishni. Vaqtda olib borish kerak lekin. Xo'p, biz hozir proyektdan chiqib, endi boshqa proyektga boramiz, недвижимостьga. Zaryadkalarni to'ldirib olib, hozir yana Maryam opam bilan обучениялari bor, недвижимость bilan. Hali o'shanga ketamiz, o'shani syomkasini qilish kerak. Hali ovqat ham yemaganmiz. Abdulloh aka mana ham ishni qilyapti. Sayzam. Voy, kameramizga. Agar sizlar поддержка qilsanglar, sizlarga video yoqsa, like qo'ysanglar, biz yangi narsalar olamiz, shunaqa olib yurish uchun. Motivatsiya bo'lsa bo'ldi bizga. Qancha? 10 mingta prosmotr. Endi hali ishni ko'raylik. Mingta like bo'lsa, Men mingta hachab like bo'lsa, bosvoramiz. Поддержка qo'ysanglar. Motivatsiya beraversanglar, yangi narsalar olamiz, чтобы sizlar bemalol bizani ko'rishinglar uchun. Mikrofonimiz ham bor, no anaqa qilgim kelmayapti. Soxtaroq bo'lib qoladi, bunday yursak g'alati-da. Ana, свободный emasmiz, chunki biz ishda mashinaga yuramiz-da. Ishimizda faqat mikrofon berib anaqa qilamiz. Atak hozir свободно yurishimiz kerak. Uy yurdingizmi? Shu Maryam opam ko'tarmadilar telefonni, keyin ko'tardilar.
Shunaqa do'stlar, hozir yo'l juda ko'p vaqt topgan Dubayda. Chunki 20 minut, 25 minutda biz boradigan joylar. Voy. No, shunda ham biz ishoninglar, o'rtadamiz, mahallamiz o'rtada bir xilla, u 40 minutlar boradi bunaqa joylarga. Biz mahallamiz xudoga shukr udashdi. Yo'li juda ham tekis. Bo'pti. Shahar joylardan kelib qatnab ishlasharkan. Odamlar boshqa amirliklardan kelib ishlaydi. Biz xudoga shukr o'rtada yashaymiz. Bu joyga 20 minutda borib olamiz. Mostlar qaraydi. Uni ketadi. Ha, bitta adashsa ketdi-da. Umuman boshqa joy. Вообще har xil. Shu bizani ko'rsanglar bo'ladi. Bu birinchi videoda qanaqa edi, hozir qanaqamiz, chunki odam charchaydi. Anaqa qilib tinmasdan syomka qildik, o'zi ham 5 ta deymiz. Tinmasdan. Avuzdan ham qaranglar, chiroyli ekan. TMCC Tower. Hali biz Burj Xalifa tarafliga bormadik, to'g'rimi? Hali uyoqlarni Hali uyoqlarni ham ko'rsatamiz. O'zi ko'p bo'lamiz u joylarda, no bugun har kunimiz xavfli bo'lgani uchun boshqacha. Atak xudo xohlasa like bosib поддержка qilib qo'ysanglar, har kuni translировать qilishga harakat qilamiz. Bizda luxury kunlar ham bo'ladi. Zo'r millionerlarni joyiga borib, o'sha yerda o'tirib, ishlab, shunaqa kunlar ham bo'ladi. Oddiy kunlar ham bo'ladi. No, bu oddiy kunimda bo'lmaydi, chunki bilmadim. Tabi ko'p narsalar bo'ldi, syomkalar bo'ldi. Bekor syomkada endi telefonim yo'q edi, mana syomka jarayonini sizlarga ko'rsatishim uchun bitta dona telefon. Atak syomka jarayonini ham bosib o'rardik. Darsi yaqinlarimizga ham zo'r bo'ladi bu vlog, bizlar nima qilayotganimizni ko'rishadi. Shunaqa yo'l, bu yerda yerlar bor ekan hali. No, hozir shu videoni ko'ryapsizlar. 5 yildan keyin ko'ringlar, bu вообще bizdaniyalar hamma narsa qurib tashlashgan bo'ladi. ham bitta tarix. Ham bitta tarix. Tesla'miz ham juda yumshoq ketadi deb borim. Hali ikkinchi mashinamiz ham bor edi. Zo'r Dubayda juda ham chiroyli. Yo'llar juda katta. Hali aeroport yo'llarini bir samolyotga aeroportga borganimizda ko'rsatishimiz kerak. Ani bizni ko'zimiz bilan ko'radigan samolyot shunday o'tadi tepadan. O'sha zo'r. Xuddi ani sizga kelayotgandek. Sizga kelayotgandek o'tadi. Juda ham anaqa borib, prям ko'rishinglar kerak bu narsani. Sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizani maqsadimiz bu vlog yurg'izishdan biz bilan birga bo'lgandek his qilinglar deyapmiz. Mana his qilib ko'ringlar, shunaqa shahar, shunaqa hayot. Ko'pchilik suv deydi, Dubai. Da, suv lekin mashinada yurasizlar. Lучше suv olgan yaxshi, чем sovuq. Siz optoda, ko'chada, yer chopmasangiz, ish qilmasangiz, og'ir mehnat qilmasangiz. Suv mashinaga chiqib olguncha qaysi proyektdan uydan mashinaga chiqib olguncha, mashinaga kirib olguncha. Xuddi shunaqa. Naryoqda rosa ish ketib yotibdi, chang bo'lib yotibdi. Dubay umuman to'xtamayapti. Serios. To'xtash yo'q umuman. Ko'rasizlar, mana shu joylar yashil bo'lib ketadi. 5 yildan keyin. Dubay zo'r qiladi bunaqa joylar. Yo'llari ham вообще zo'r. Mostlari o'tgan shunaqa uchetashkali mostlar deb bilaman.
Bundan aeroportga ham baland. Anda zo'r video ochilibdi. Shahar. Shahar. Marina. Hozir o'shatlardan o'tib keldi. O'shadan keldik. Biz yana uncha uzoqda yashamaymiz narod. Mana qayerdamiz. Mamet deydi, hozir deydi. Mana shuncha joyda anaqa o'zimizni ham yashaymiz o'rtada. Karta katta juda ham. Biz o'rtada yashaganimiz uchun любой joyga bemalol bora olamiz. Mana Burj Khalifa 20 minut, yarim soat yetsa bo'ladi. Plyajga вообще kechqurun Marinaga necha minutda, 13 minutda bordik o'sha kuni. Shu o'zi Brizun ko'rsatdi. Brizun ko'rsatdi maksimum. Уже почти rayonga keldik. Qarayam zo'r gastiniца The Five degan. JVC'ning o'rtasida. O'rtada Tumalochi JVC'ning Bu o'rtasida. ham gastiniца. O'sha gastiniца emas. The Five degan. Hozir Chelseadan kelamiz. Da. O'ng tomonimiz Sport City, Motor City keladi hozir. Sheyx Muhammad bin Zayd Al-Nahyan kelmoqda. Ya ushbu Hessa deylarmidi? Sheyx Muhammad bin Zayd Al-Nahyan. Qiziq narsa mana nomer mashina anaqa, nomeri 97. Esli что bilmaydiganlarga bu 97 nomeriga bitta Bugatti olsanglar bo'ladi. Bitta Bugatti bilan bitta menimcha Porsche ham qo'shib olsanglar bo'ladi yo'q. Juda ham qimmat nomer. Nissan Patrul. Qarang, даже 100 dan ham anaqada bu. Ota nimada pastda, qancha past bo'lsa 96 masalan qimmatroq bo'ladi. Tu yozsanglar bo'ladi. 96 menimcha vashi qimmat bo'ladi, chunki 96 bir-biriga anaqa. Mana aylangan versiyasi. 97 lekin qimmat. U yo'sa bo'ladi shu nomerga. Men aytaman, Bugatti yo'sa bo'ladi-da bu nomerga. Просто Nissan Patrolga taqolganlar bu nomerni, yuribdilar. Bu yerda status. Arablarda status shunaqa nomerlar taqish. Mana biz Zastroychik ofisiga keldik. Mana ofis juda ham zo'r, qaranglar mana. Anaqa qo'shgan, most qo'shgan, biz ko'rib o'tishimiz uchun. Так вообще zo'r. Zastroychik ofisdamiz hozir. Bu yerda Maryam Pamla klientlar bilan ishlayaptilar. Men esa hozir yordam beraman bilishga. Shunaqa gaplar. Ana bu professional kameralar bor. Bir olib turamiz ora-orada professional kameralarni o'rnatish uchun. Mana proyektimizni o'zi rosa syomka qilganmiz bu yerda. Nametda esa o'tiramiz biz. Shunaqa gaplar. Tepada buni hali 4-qavatida anaqa ko'rsatish uchun joylari bor. Tipa showroom qo'yishgan. Так zo'r застройщик juda ham bu quruvchi kompaniya застройщик bo'ldi. Bu eski proyektlari bundan ham sotganmiz 3 tacha. Shunaqa gaplar. Umuman bitta zo'r оборудованиялар bor. Hello brother, how are you? Mana bratlarni taniyman. Chotki bolalar. Zo'r videolar qilishadi, menga berib turishadi оборудованиялигini. Bitta ofis. Naryoqda esa anaqa bor. Tepaga chiqsanglar bo'ladi. Hozir biz o'rniga borib kelaylik. Tak, o'sha soat necha bo'ldi? Aka, soat aytvaring. 4:20 bo'libdi. Necha? 4:20. 4:20 biz endi ovqat yeyapmiz. Ertalab umuman hech nima yemaganmiz. Mana yomon qorin ochdi. McDonald'sga kirdi. Hozir nimadir yeb olmasak, mazamiz qochib qoladi. Hozir nimadir yemasak, biz kuchimizda qolmayapti. Hozir yana обучениялар bor bularni. Mana esa syomka qilishim kerak. O'shaning uchun ham открепиться bo'lishimiz kerak bizga, qolmaydi.